Adajon, fikrlarni bering, o'zim yomon katta bola bo'lib qoldim. Sen chalg'ima, bor o'qishingni o'qi. Sen katta odam bo'lishing kerak. Adajon, men ketdim maktabga. Qani o'g'lim, hamma umidim sendan. Yaxshi o'qigin, martabang ulug' bo'lsin. Allohu akbar. Yaxshi borib kel. Mana Adajon, choy. Na qora choyga ko'nasiz, na ko'k choyga ko'nasiz. Issiqqa ko'nadi, na sovuqqa ko'nadi bu choy. Adajon, yuring bir joyga borib kelamiz. Bolam, balo yegim kelganini qattan bilding? Maza qildim-da, baraka top. Ada uni qo'ying. Onam rahmatli o'tgandan keyin nimaga uylanmagansiz? O'g'lim, uylansam uylanaverardim. Lekin o'gay ona seni jirkisa men chidab tura olmasdim. O'zi bu hayotda ikkita armonim bor edi. Bittasi seni baxt kamolingni ko'rish. Hozir Adajon. Adajon, shuncha qiynalganingiz uchun mana shu Risolat Travel'dan Umra safariga yo'llanma oldim sizga Adajon, duo qiling. Risolat Travel'dan Qodirov Abduxoliqqa umraga yo'llanma. Bolam, kecha namozimda chin ko'nglimdan so'radim. Bugun qo'limga berib turibsan shuni. Onangni oldiga ketishdan oldin shu joylarga borishni niyat qildim. Baraka top o'g'lim. Farzandlaringdan qaytsin. Men qara onasi, adam yonida andisha qilib gapirmadim. Yana bir marta shu holat takrorlansa, pattingni qo'lingga beraman, ketasan oyingnikiga. Adam ham ota ham ona bo'ldilar. Ikkita farzandimizga ham qarab o'tirmayman. Xotin yo'limda, bola belimda. Aqlingni yig'ib ol adam umradan kelguncha. Adajon, yo'lilariga uyam huvillab qoldi. Men aybimni tushunib yetdim. Meni kechiring, Adajonisi.